Bu video o'zimni oqlash uchun emas. Bu o'zimni anglagan kundan boshlab hayotga nima uchun kelganimni tushuna boshlaganim haqida. Bu kanalimda boshdan o'tkazganlarimni va qaysi holatga duch kelganimda qanaqa saboqlarni olganimni sizlar bilan foydali bo'lish uchun ulashaman. Kimdir hayotida adashgan bo'lsa va kimdir hozirgi hayotida kech bo'ldi deb o'ylayotgan bo'lsa, bilingki, chiqish yo'li bor. Ha, aytgancha, bu gaplarimni nima uchun gapirayotganimni keyingi videolarda tushuntiraman. Keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolasa foydali bo'ladi degan umiddamiz. Salomat bo'linglar.